Respublikasi Prezidenti hurmatli Sodir Nurgajayevich va qadrli mehmonlarimizni o'zbek zaminida chin dildan qutlab, O'zbekistonga xush kelibsizlar deymiz. So'nggi yillarda O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarida katta o'zgarishlar amalga oshirilib, mutlaqo yangi muhit yaratildi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovichning chaqiruvi bilan O'zbekiston Respublikasining mamlakatlik safarim o'tib жатат. Uchurdan foydalanib, mag'ajana Qirg'iz delegatsiyasına ko'rsatilib жатқан жылуу mehmondoshligi uchun qimmatli kesipdeshme, hurmatli Shavkat Miromonovich sizga jana бүткүл o'zbek eline tereң ыраазычылыгымды bildiremин. Сегодня в ходе переговоров мы с уважаемым Содир Нургажаевичем внимательно рассмотрели все актуальные вопросы наших многогранных отношений. У нас единый решительный настрой еще больше сблизить наши братские страны. Является нашим ближайшим соседом, надежным, испытанным временем партнером Узбекистана. Нас связывают глубокие исторические корни и многовековая дружба. У нас одна религия, общие ценности и традиции.